Assalomu alaykum aziz obunachilar. Navbatdagi videoda Urganch shahrida 2 qavatli yarim plan hovli joy ijara chiqdi. Lokatsiyasiga kelsak, hurmatli bo'lsa, aeroportga Bahram Poddo. Bir xo'sh kelibsizlar, qo'ynamiz katerim joylashgan ekan. Xullas, agar kamisi bo'lsa, sharoitlarni ko'p biladi. Dolonimiz bu yerda yana ko'rpa chatar. Chap tomonimizda bu yerda mehmonxonamiz joylashgan ekan. Mehmonxonamizdan sharoitlari ega qilib berilgan. Endi nari xonamizga o'tsak, obunachilar. İkinci kata çıkalım lesisamız. Arka kısmından hem aldı kısmından bağa ega. Sanozellerim yine. Aşxanamız yine aşxanada kuxunyadan xaladilnikimiz, gaz plitamiz bor. Shunda birinchi katda dalam bilan mehmonxonadan iborat ekan. İkinci kavatımızda 3 ta spanadan iborat. Agar oila bo'lsa bemalol yashayveradi. Narxi hozirgi kunda $300 ekan bunachalar. Sharoitlarni qo'ldan kelgancha qilib kirmoqchi desangiz kirmoqchi. Bu yerda bir spana, bunda disk bondan yana bir spana joylashgan ekan. Odincha karavot qo'yib o'tirgan ekan. Bu tomonimizda yana bir spana joylashgan. Bu tomonimizda yana bir spana joylashgan. Bu katta mehmonxonamiz desak ham bo'ladi, hol desak ham bo'ladi. Narxi $300. Lokatsiya Zafer ko'cha. Telefon istama 91 425 16 99 074 46 40 lokatsiya. Sağ bo'linglar, omon bo'linglar.